Ben Yusuf Xitoy Sattarovich, shu Politexnikumda 24 yildan beri ish faoliyatimni olib boraman. Ishlab chiqarish ta'limi ustasi lavozimida ishlayman. Radioelektron qurilmalarni, elektron jihozlarni yig'ish, ta'mirlash, sozlash kasbiy yo'nalishi bo'yicha o'quv amaliyoti mashg'ulotlaridan dars beraman. Bizning turdagi mashg'ulotlarda o'quvchilar o'zligi tanlagan sxemalari asosida mana maketni yasashadi. Qo'limda mana bu misol uchun ko'rsatib beraman. O'quvchilar o'zligi yasashgan. Bluetooth qurilmasi, MP3 qurilmasi, kuchaytirgich qurilmasi, kolonkalar hammasi jamlangan shu yerda. Endi dizayn uycha shaklida qilingan mana. Hozir buni telefonga ulasa bo'ladi. Mana telefonimga ulandi. Misol uchun bu yerda foydalanishi mumkin. Telefonga ulab turib, telefonni ashula qo'yadigan bo'lsak, mana shu yerda ishlab turibdi mana. Mana shunday iborat. Metal iskator deyiladi, temir qudurch qurilmasi. Buni yoqqanimizda mana o'zi birish anaqasini berib qo'yibdi, shaklida qo'yilgan. Hozir misol uchun ana shu qo'limizda betonni tarkibida temir mavjud, armaturalar mavjud. Shu armaturani sezib mana ovoz chiqaryapti mana. Mana armaturani sezyapti, ovoz chiqaryapti mana. Qurilmalarda atverkalar mana shularni sezib turib ovoz chiqaryapti. Mana shunaqa o'zining ovoz chiqarishi bilan bildiradi shu joyda temir borligini. Shu qurilmalarni bolalar o'ziga yasashgan. Albatta biz shunda yordam beramiz, ko'rsatmalar beramiz. Shu usulda biz amaliy ko'nikmalarni oshiramiz bolalarni. Politexnikumni bitirgan o'quvchilarimiz o'z ish faoliyatini yuritishlari mumkin bo'ladi. Mana shu soha yo'nalishi bo'yicha hamda korxonalarga ishga kirishligi mumkin. Ishlab chiqarish korxonalariga hamda oliy ta'lim o'quv yurtlariga o'qishga topshirishlari mumkin bo'ladi.